Assalomu alaykum YouTube obunachilari. Yaqinda bu obyektimizga tiyagalar qilib berdik, shiromlariga. Bu obyektimiz ham bitib qopti. Xo'sh, bu obyektimizga razmeriga qilib berdik, tiyagalarni. Bitta chok bermaydi. Razmeriga kesilgan, splashni yopishtirilgan. Bitta ham ko'proq rom eshigiga bo'lgan, to'g'rida ramka bor. Tashqari fasad ham bor edi. Bu fasonni ustakalarimiz tanlagan. Ustakalarimiz aytgan fasonda qilib berganmiz. Yana boshqacha fasonlari ham bor. Bu tiyagan ustiga jemchug urilgan. Albatta romlari, eshiklari, tashqi fasad ham bor. Bitta taraqdan qo'yilgan burchakka. Bitta ham romlari, mana shu rom ham chiroyli chiqqan, katta bo'lib. Bitta shirokiyroq qilib berganmiz, 15 lik taraq qilib berganmiz. Yoniga tepasi ham 15 lik taraq, pasti 15 lik patagoniya bo'lgan. Xo'sh, bitta bachkana ham bo'lib ketmagan, gulsiz gulli emas, o'rtacha gulli bo'lgan. Hozir tashqi fasadni ham bitta ko'ramiz. Xo'sh, tashqi fasadiga ustun qilib berganmiz. 30 lik ustun qilib berganmiz. Ikkala tomoniga 30 lik ustun tushgan. Bitta romini qilib berganmiz. Romlar ham cho'tki chiqqan. Skromniy, bachkana ham emas. Kimga shunaqa tiyaga xizmatlari kerak bo'lsa, mana shu pastki nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli narxlarda sifatli qilib qo'yib beramiz. Dastavkasini vodiy bo'yicha gaplashaveramiz. Xudo xolasa, kelishib olsa, ichida ham qilib beraveramiz.